Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan qishloq sharoitida qurilgan yangi loyihamizni ko'rib chiqamiz. Loyihamiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, loyihamiz 10 ga 22 metrni tashkil etadi. Hozir mana bu yerdan 3D larini ko'rib chiqishingiz mumkin. Va sizlarga batafsil hammasini hozir birama-ketdan tushuntirib o'taman. Bu loyihamiz umumiy 5 ta xona va umumiy tozaldan iborat. Va ta'kidlab o'tganimdek, binoyimizning eni 10 metr, uzunligi 22 metrni tashkil etadi. Birinchi qavatga darvozadan kirgandan keyin kirishga ikkita eshik qoldirganmiz. Bittasi umumiy mehmonlar uchun, bittasi oilaning o'zi uchun. Ichidan kirgandan birinchi bezatda umumiy xona, umumiy zal kutib oladi. Uni tashqarisida esa mehmonlar uchun va umumiy hojatxona loyihalashtirganmiz. Undan keyin uni yoniga mehmonxonani tashkillashtirganmiz va bolalar uchun ikkita bolalar yotoqxonasini loyihalashtirganmiz. Va bu yerda ikkita mehmonxona bor. Bittasi erkaklar, bittasi esa ayollar mehmonxonasini tashkil etadi. Va biz hozir 3D ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz. Bu dizayn mijozimizning xohishiga ko'ra sal soddaroq, salgina klassikaga oidroq bo'lsa-da, bundan patologlar ishlaganmiz. Derazalariga moldinglari, tashqi moldinglari va devorlariga fasadimizga qilgan dizaynni takrorlaganmiz. Bu darvozaxonaning o'ng tomoni avval qurilgan joy, shuning uchun bu joy ishlanmagan. Asosiy urg'u mana bu 10 ga 22 metrli joyga berilgan. Va albatta buni 3D ko'rinishlarini, 3D renderlarini ko'rib chiqamiz. Tomlari, eshiklari, darvozalari, oynalari klient xohishiga ko'ra ishlangan. Yoniga esa yashil zona qilingan, archlar bilan bezatilgan va darvozaxonasi patologlari ham ishlangan. Mijoz xohishiga ko'ra undan keyin naves loyihalashtirib ketganmiz. Qadrli do'stlar, sizlar bilan shu loyihani ko'rib chiqdik. Taklif va shikoyatlaringizni binoan o'tishingiz mumkin va zakazlar bo'lsa, qishloq sharoitida yoki sharoitlarda chizdirmoqchi bo'lsa, bemalol o'z raqamlarini aloqaga chiqishlaringiz mumkin.